Ergashaga semechka nechi pul edi? Pul berasan. Ha? Esa 30 yildan beri qarzga olasan. Pul berishingga o'rganmanman. Bo'lmasa yozib qo'ying. Nima bu yoqqa chiqib oldinglar? Yuring! Yuring ko'chaga chiqibdimi? Dadang qo'ydimi? Sengami? Ko'chaga chiqishga. Men shuni aytyapman. Yangilikda biri. Abduqodir Husanov futbolist. Manchester City'ga o'tibdi. Omadini bersin. 20 yoshli bola Angliyada o'ynab yuribdi. Biz 30 ga kirganmiz, hali ham qishloqda o'ynab yuribmiz. Men futbol tushunmayman. Misol 2 ta gol ursa nima bo'ladi? Dubl bo'ladi. 3 ta ursachi? Hat-trick. 4 ta ursachi? Poker. 5 ta ursachi? Baradar dalban bo'ladi. 5 ta ham o'tkazadimi? G'iybat bo'lib qolmasin-ku. Bo'lmaydi. Ana og'aynimiz Jahon bor-ku. Ha. O'sha MIPdan qarzi bor ekan, MIP ushlab ketdi yaqinda. Yo'q, ushlab ketsa hal bo'ladimi? Meni ham qarzim bor-da, bir ushlab ketsin-ki. Jahon. G'iybat bo'lib qolmasin-ku. G'iybat bo'lib qolar. Ya, bo'lmaydi. G'iybat bo'lib qolmasin-ku deb boshlayapmiz-ku. Aytur. Sinfdoshimiz Nargiz bor-ku. Ha. Yana yerdan qayt. Bu qaytur jonga tegdi-ku. Probekda qaytaryapti-ku uni. Shu Nargiz eriga bor-ku, zo'r sovg'am bor. Undan qaytalmaydi Nargiz. Mana, shunday uydan chiqishga qo'yadi, Nargiz qaraydi, qaytish mumkin emas. Shtraf. Shunday chiqqan joyga qaytib kirib ketadi.